Assalomu alaykum bo'lajak yuristlarimiz, prokurorlarimiz, sudya advokatlarimiz. Bugun sizlar bilan advokatura to'g'risidagi qonunni o'rganib chiqamiz. Advokat bu qonuniy bizani himoyachimiz, bizni представителimiz, ya'ni bizani huquqlarimizni himoya qiladigan shaxs, bizani nomimizda ish yuritadigan shaxs. Hozir yuridik firmalarda, ya'ni bizada biznesmenlarda advokatlar bo'ladi, yuristlari bizani nomimizda ish yuritish uchun. Amerikada shunaqa, har bitta oilada advokat bor. Bizda endi uncha rivojlanmagan, unchalik yo'q. Xo'p, advokat bo'lish uchun siz oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Advokatura to'g'risidagi qonunning 3-moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishingiz kerak va advokatlik bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo'lishingiz kerak. Litsenziyani siz Adliya vazirligida olasiz. Nima topshirasiz? Ekzamen topshirasiz, imtihon topshirasiz, imtihondan o'tsangiz litsenziyani olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchisi oliy yuridik ma'lumot, ya'ni tugallangan bo'lishi kerak. Ikkinchisi bu litsenziya, uchinchisi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishingiz kerak ekan. Kimlar advokat bo'la olmaydi? Muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan insonlar advokat bo'lishi mumkin emas. Advokatlar biznes bilan shug'ullanishi mumkin emas. Advokatlar faqat ilmiy va pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin. Patent vakili va mediator sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Shartnomaviy huquqiy asosda davlat organlarining xo'jalik boshqaruvi organlarida yurist bo'lib ishlashi mumkin. Hakamlik sudlari va xalqaro arbitraj sudlarida sud bo'lib ishlashi mumkin. Sud boshqaruvchisi sifatida faoliyat yuritishlari mumkin. Boshqa ishlar bilan shug'ullanishlari mumkin emas. Endi advokat maqomiga ega bo'lish, qaranglar. Litsenziya Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari tomonidan beriladi. Tegishli faqat malaka komissiyalari qarorlari asosida beriladi. Advokat maqomiga ega bo'lish uchun talabgor litsenziya olish uchun advokatlik tuzilmasida, ya'ni advokatlikda 3 oy davomida stajirovka o'tagan bo'lishi kerak. Stajirovka o'tagan bo'lsagina imtihonga qo'yiladi. Endi kimlarga stajirovka kerak emas? Bu davlat organlari, xo'jalik boshqaruv organlarida 3 yildan ortiq yuridik mutaxassislik bo'yicha ish stajiga ega bo'lganlar imtihonga stajirovkasiz qo'yiladi. Demak, advokat bo'lish uchun 3 oy hech bo'lmaganda advokaturada stajist bo'lish kerak. Agar stajirovka o'tamagan bo'lsangiz, ya'ni davlat organida 3 yildan ko'proq ishlagan bo'lsangiz, malaka imtihoniga qo'yilasiz. Malaka imtihonini topshira olmagan talabgor uni takroran topshirishga faqatgina 6 oydan keyin qo'yiladi. Ya'ni siz malaka imtihonini topshiryapsiz, topshira olmadingiz, yiqildingiz. Yiqilganingizdan keyin 6 oydan keyin boshqatdan malaka imtihonini topshirasiz. Malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirganingizdan keyin litsenziya olish uchun adliya organiga 3 oy ichida murojaat qilishingiz kerak. 3 oyni o'tkazib yuborsangiz, siz boshqatdan malaka imtihonini topshirishingiz kerak bo'ladi. Advokatlik faoliyatini litsenziyalash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Demak, litsenziya adliyadan beriladi, lekin mana bu faoliyatni litsenziyalash tartibi Vazirlar Mahkamasi tarafidan belgilanadi. Endi belgilangan tartibda litsenziyani oldingiz, 3 oy ichida siz qasamyodni qabul qilishingiz kerak. Ya'ni 3 oy ichida siz men advokat sifatida deb qasamyod qilasiz va yakka tartibda yoki litsenziyaga ega bo'lgan boshqa shaxslar bilan birgalikda advokatlik tuzilmasini ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Endi advokatlik tuzilmasini ro'yxatdan o'tkazganingizdan keyin sizga advokatlik guvohnomasi beriladi. Advokatlik guvohnomasi adliya organi tomonidan 2 ish kunida berilishi kerak. Ro'yxatdan o'tkazdingiz, adliya organi sizga 2 ish kunida guvohnoma berishi shart. Guvohnoma berilgandan keyin advokat maqomini olasiz va advokatlar palatasi tegishli hududiy boshqarmasini adliya organi tomonidan bu haqda 3 kunda nima qilish kerak? Xabardor qilish kerak. Ya'ni siz guvohnomangizni oldingiz, adliya palatasini, advokatlar palatasini 3 kun ichida bu Feruza Faxriddinova advokat bo'ldi deb ogohlantirish kerak. Xabardor qilish kerak va shundan e'tiboran siz advokatlar palatasida a'zo bo'lasiz, ya'ni advokat sifatida. Advokatlik guvohnomasi shakli va uni berish tartibi kim tomonidan qo'yiladi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Xo'p, juda ham e'tiborli bo'linglar bu narsaga. Mana shu srokdan tushadi. 6 oy, 3 kun, 2 kun, 3 oy o'zi. Shu farqini bilib olsanglar bo'ldi.
Keyin advokatlik byurosi, firmasi va advokatlik hay'ati bor. Qaranglar do'stlar, advokatlik byurosi bu bitta shaxs tomonidan ta'sis etilgan, ya'ni bitta shaxs shug'ullanadi advokatlik bilan. Ikkinchisi bu advokatlik firmasi, ya'ni 2-3 ta shaxs yig'iladi-da, notijorat tashkilot bo'lib, bu yerda ta'sis etib 2-3 ta inson shug'ullanadi advokatlik bilan. Advokatlik hay'ati, qaranglar, o'qib beraman, juda ham nozik bo'pti. Hay'at a'zolikka asoslangan va advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun advokatlar tomonidan ta'sis etilgan notijorat tashkilot bo'lgan advokatlik tuzilmasidir. Advokatlik hay'ati bu eng katta va bu yerda a'zolikka asoslangan. Ya'ni bitta odam chiqib, boshqasi qo'shilaveradi. A'zolardan iborat, xo'p? Farqini bilishlari kerak. Keyin advokat o'zi faoliyat turlari bor, ya'ni huquqiy maslahatlar beradi, ya'ni konsultatsiyalar, tushuntirishlar, bu ham pulli bo'ladi. Keyin arizalar, shikoyatlar, boshqa hujjatlarni yozib beradi, shartnomalar tuzib beradi. Sudda, fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy, jinoiy sudlarda sizlarni himoya qiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha surishtiruv, dastlabki tergovlarda qatnashadi. Tadbirkorlik faoliyatlarini yuridik xizmat ko'rsatadi. Hakamlik sudida, xalqaro tijorat arbitrajlarida vakillikni amalga oshiradi. Advokatning huquq va majburiyatlarini o'qib olasizlar, buni tushuntiradigan joylari yo'q va faqat o'qib olsanglar bo'ldi. Advokat yordamchisi va advokat stajyorini bilishimiz kerak. Eng asosiy bilishingiz kerak bo'lgan joyi, advokat yordamchisi bo'lish uchun yuridik ma'lumot kerak. Advokat stajyori bo'lish uchun oliy yuridik ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni advokat yordamchisi yuridik universiteti talabasi ham bo'la oladi, lekin advokat stajyori bo'lish uchun siz yuridik universitetini tugatgan bo'lishingiz kerak. Advokatlik siri degan joy bor. Advokatlik sirini siz hech kimga, masalan, jinoyat qilgan shaxs kelsa, ayblanuvchi sizga "Men shu odamni o'ldirdim" desa ham, siz aytmaslik huquqingiz bor boshqa odamlarga, chunki bu advokatlik siri hisoblanadi. Va в общем все, asosiy joylarini tushuntirib berdim. Tezda tushish ehtimoli bor joylarini. Qolgan joylarini ham o'qib olsanglar zarar qilmaydi, lekin yodlay olmasliklaringizni bilaman, o'sha uchun nima qilmayman. Lekin men aytgan joylarni hamma joyini yodlab qo'yishinglar kerak bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat, salomat bo'linglar.